Assalomu alaykum, aziz bolajonlar. Siz hammangiz juda mehribon, bilimga chanqoq va odobli bolalarsiz. Bugun biz maktabdagi yaxshi xulq-atvor haqida gaplashamiz. Tayyorlarmisiz? Maktabga kirayotganda nima deymiz? Assalomu alaykum. Bu hurmat va odob belgisi. Sinfga kech kelsak nima qilish kerak? Ustozdan kechirasiz deb uzr so'rab joyimizga jim o'tirish kerak. Darsda do'stimiz gapirayotgan paytda nima qilamiz? Eshitamiz, gapini bo'lmaymiz. Bu hurmatdir. Ustoz savol bersa qanday javob beramiz? Qo'l ko'tarib, ruxsat bilan javob beramiz. Kimdir darsda qiyin joyini tushunmasa nima qilamiz? Yordam beramiz, tushuntirib qo'yamiz. Maktabda qog'ozni yerga tashlash to'g'rimi? Yo'q, uni axlat qutisiga tashlash kerak. Tozalik odat. Sinfda kimnidir masxara qilish mumkinmi? Hech qachon. Bu yurakni og'ritadi. Biz esa mehribonmiz. Tanaffusda qanday o'ynash kerak? Tinch bir-birimizga zarar yetkazmasdan o'ynash kerak. Kimdir yiqilib tushsa nima qilamiz? Yugurib boramiz, qo'lidan ushlab turg'izamiz. Sinfda gaplashish kerakmi dars paytida? Yo'q, bu darsni buzadi. Gapni tanaffusda aytamiz. Maktabda telefon o'ynash to'g'rimi? Yo'q, dars payti telefon emas, diqqat kerak. To'g'rimi? O'qituvchini eshitmay o'yin o'ynasakchi? Bu odobsizlik bo'ladi. Ustozni tinglash eng katta hurmat. Kimdir daftarini unutib kelsa nima qilamiz? Daftarimizni bo'lishamiz, yordam beramiz. Maktab mulkini buzish mumkinmi? Yo'q, bu bizning ikkinchi uyimiz. Uni asrash kerak. Ustozni ko'rsak nima deymiz? Assalomu alaykum ustoz deb salom beramiz. Sinfda jim turish nega muhim? Chunki jimlik tartib va hurmat belgisi. Agar kimdir bizni chaqirsa, ha deb javob berish kerakmi? Albatta, ha ustoz yoki ha opa deb muloyim aytamiz. Kimdir bizni mazax qilsa, qanday yo'l tutamiz? Jahl qilmaymiz, sabr qilamiz va gap bilan tushuntiramiz. Qozonni yaxshi o'qish ham odobmi? Ha, chunki bu ota-ona va ustozni quvontiradi. Sinfda yangi bola kelsa nima qilamiz? Uni kutib olamiz, tanishtiramiz, do'st bo'lamiz.